Assalomu hammaga. Bugun embriologiya bo'yicha 6-darsimizni ko'rib chiqamiz. Har bir dars avvalda bo'lgani kabi quyidagicha klinik masala berilyapti. Demak, bizda endigina dunyoga kelgan GB ismli chaqaloq mavjud ekan. Abgar tekshiruvi bo'yicha 10 ball ishkalada 8 ball qo'yilgan. Onasini homiladorlik davri hamda tug'ruq normal o'tganini qayd etib o'tilyapti. Chaqaloq birinchi kun normal holatda bo'lgan, lekin keyinchalik qorin sohasida shish hamda bir nechta o'tli qusish epizodlari namoyon bo'lgan. Nima sodir bo'layotganligi so'ralyapti. Endi uni onasi sizdan so'rayapti. Siz onasiga tashxisni hamda davolash usullarini qanday yo'l bilan tushuntirasiz? Demak, javoblar o'ylab turasizlar. Dars oxirida yana bunga qaytib kelamiz. Demak, bugungi mavzuyimiz oshqozon-ichak sistemasi, ya'ni o'sha gastrointestinal system deyiladi, GI system embriologiyasiga boshlanadi. Umumiy tasavvur paydo bo'lishi uchun oshqozon-ichak sistemasini tasavvur qilib olamiz. Demak, bizda oshqozon-ichak sistemasi quyidagicha asosiy hamda qo'shimcha a'zolardan tashkil topgan bo'ladi. Demak, bizda asosiy, ya'ni ovqat hazm qilishda muhim ahamiyat kasb etuvchi va bularga yordamchi a'zolar mavjud. Demak, mana shu ikki vazifasiga ko'ra shu ikki qismdan iborat bo'ladi. Asosiy a'zolar hamda yordamchi a'zolar. Asosiy a'zolar bular. Demak, tishlardan boshlanib, til, demak, og'iz bo'shlig'i umumiy, undan so'ng qizilo'ngachga qarab davom etadi. Qizilo'ngach oshqozonga, oshqozon esa 12 barmoqli ichak sohasiga davom etadi. 12 barmoqli ichakdan so'ng ingichka ichakning keyingi qismlari, ya'ni och ichak, jejunum hamda yonbosh ichak, ilium va yonbosh ichak yo'g'on ichakning ko'richak sohasiga tutashadi. Ko'richak keyin yuqori ko'taruvchi ichak, undan so'ng ko'ndalang chambarchak, tushuvchi chambarchak, sigma ichak va to'g'ri ichak hamda anal teshik bo'lib tashqi muhitga ochilishini ko'rishimiz mumkin. Demak, bular funksiyasiga ko'ra asosiy ovqat hazm qilish tizimi a'zolari hisoblanadi. Qo'shimcha a'zolarga demak bizda jigar, me'dos bezi hamda o't pufagi kabi a'zolar kiradi. Demak, ovqat hazm qilish sistemasining embriologiyasi. Embrion rivojlanishining 4-haftasida embrionda lateral yo'nalish bo'ylab bukilishi sodir bo'ladi. Natijada embrion 3 qavatli diskda 3D tasviri holatda hosil qilib, demak uzun nacha, ya'ni trubka hosil qilishini ko'rishimiz mumkin. Endi bu trubka tarkibida endoderma, mezoderma hamda selomik bo'shliq mavjud bo'ladi. Endoderma ovqat hazm qilish sistemasini epitelial qismini hosil qiladi. Ya'ni o'sha jigar, me'dos bezi barcha tarkibiy qismlarda yoki o'sha ovqat hazm qilish sistemasining bo'sh a'zolari hisoblangan oshqozon, 12 barmoqli ichak, yo'g'on, yonbosh ichak kabi tarkibiy qismlarda epitelial liniyasi ichki qavatini hosil qiladi. Endi splankning mezoderma bu ovqat hazm qilish sistemasining muskuli, biriktirish to'qimasi va seroz qavatini hosil qiladi. Endi selomik bo'shliq bu birlamchi bo'shliq hisoblanib, u keyinchalik qorin bo'shlig'iga aylanadi. Demak, bizda quyidagi tuzilmalar ovqat hazm qilish sistemasini hosil qilishda qatnashar ekan. Demak, 4-haftada umumiy nacha hosil bo'lishi bilan boshlandi. U nacha tarkibida demak endoderma, epitelial liniyalarda, mezoderma esa muskul, biriktirish to'qima va seroz qavat hosil qilsa, ular joylashgan bo'shliq keyinchalik qorin bo'shlig'iga aylanmoqda. Mana quyidagicha ko'rishimiz mumkin. Demak, kranial bu embrionning bosh tomoni, kaudal bo'ladigan bo'lsa, bu embrionning keyingi tomoni, ya'ni o'sha dum qismiga to'g'ri keladi. Kranial kaudal yo'nalishida demak e'tibor berishlari mumkin. Embrion lateral folding, ya'ni o'sha lateral buklanish hisobiga ovqat hazm qilish sistemasining dastlabki tuzilmalari hosil qilgan. Bular 3 ta eng muhim tuzilmadan iborat bo'ladi. Ya'ni mana bu sariq tuzilma eng dastlabki ovqat hazm qilish tuzilmasi uchun o'zay vazifasini bajaradi. Uni boshlang'ich, ya'ni embrionning bosh sohasida joylashgan qismi foregut yoki oldingi ichak deb nomlanadi. Oldingi ichak. Mana bu embrionda o'rta sohasida joylashgan midgut yoki o'rta ichak qismi hisoblanadi. Va dum sohasini joylashgan qismi esa keyingi ichak yoki ortqa ichak deb nomlanadi. Demak, mana shu 3 ta tuzilma ovqat hazm qilish tizimini hosil qilishda qatnashadi. E'tibor beringlar, qo'shimcha ravishda midgut mana bu sariqlik qopchasi bilan o'zaro bog'langan holatda bo'ladi. Demak, mana bu tuzilma bizda yolk sak yoki sariqlik qopchasi. U aynan midgut, ya'ni o'rta ichak sohasi bilan tutashgan holatda bo'ladi. Demak, har bir mana bu tuzilmalar Ya'ni o'sha oldingi ichak foregut, o'rta ichak midgut va ortki ichak hindgut.
har biridan hosil bo'luvchi tuzilmalar keltirib o'tilgan. Qon bilan ta'minlanishi va nerv bilan ta'minlanishi. Demak, ulardan hosil bo'luvchi tuzilmalar mana bu qon ta'minoti. Bu esa nerv ta'minoti hisoblanadi. Demak, bizda ovqat hazm qilish tizimini hosil qiluvchi 3 ta eng muhim qism bor ekan. Bular birinchisi foregut, ikkinchisi midgut, uchinchisi hindgut. Har biridan hosil bo'luvchi tuzilmalarni ko'rib chiqamiz. Foregutdan qizil o'ngachdan boshlanib 12 barmoqli ichakli proksimal sohasigacha bo'lgan asosiy a'zolar, qo'shimcha a'zolardan esa jigar bilan me'da osti bezi hosil bo'ladi. Demak, mana shu a'zolar barchasi foregutdan hosil bo'ladi. Qon bilan ta'minlanishi celiac artery yoki o'sha quyosh poyasi deb nomlangan aortadan chiquvchi yirik tarmoqdan qon oladi. Nerv bilan ta'minlanishi esa bosh miyadan chiquvchi 10-nervni tarmog'i hisoblangan, ya'ni adashgan nerv hisoblanadi. Nervus vagusdan innervatsiya oladi. Bular parasimpatik innervatsiyasi. Keyingisi midgut. Duodenum, ya'ni 12 barmoqli ichakli distal sohasidan boshlanib, ko'ndalang chambar ichakli 3 dan 2 qismigacha bo'lgan joy aynan midgutdan hosil bo'ladi. Qon bilan ta'minlanishi superior mesenteric artery yoki yuqori tutqich ich arteriyasidan tarmoq oladi. Nerv esa yuqoridagi foregutga o'xshash vagusdan parasimpatik innervatsiya oladi. Hindgutdan ko'ndalang chambar ichakli distal 3/1 sohasidan to'g'ri ichakgacha bo'lgan soha pastki tutqich arteriyasidan tarmog'i qon oladi. Chanoq splankning nervlari, ya'ni ikkinchi dumg'aza sohasidagi S2 dan S4 gacha bo'lgan parasimpatik nervlardan innervatsiya oladi. Demak, bizda bu yerda yana o'sha normadagi oshqozon ichak tizimi embriologiyasiga to'xtalib o'tilyapti. Demak, foregut qizil o'ngachdan 12 barmoqli ichakli, ya'ni me'da osti bezi hamda umumiy o't yo'li quyiladigan joyigacha bo'lgan sohasi. Ya'ni mana e'tibor beradigan bo'lsalaring, bu oshqozon, keyinchalik 12 barmoqli ichakka davom etadigan bo'lsa, 12 barmoqli ichakning birinchi qismi mana bu yerda boshlanib va tushuvchi qismi ikkinchi qismi hisoblanadi. Mana bu birinchi qismi, mana bu tushuvchi ikkinchi qismi. Keyin ko'ndalang va yuqoriga ko'tariluvchi qismlardan iborat bo'ladi. Ko'ndalang qismi 3, yuqoriga ko'tariluvchisi 4. Aynan yuqoridan, demak, qizil o'ngachdan boshlanib, mana bu ikkinchi sohada bilamizki, bu yerda me'da osti bezi joylashgan bo'ladi. Me'da osti bezi va umumiy o't yo'li, jigar, umumiy o't yo'li birlashgan holatda mana bu sohaga quyiladi. Ya'ni 12 barmoqli ichakning ikkinchi qismiga quyiladi. Bu qismning nomi tushuvchi qism deb nomlanadi. Tushuvchi qism. Aynan shu joygacha bo'lgan sohadagidan yuqori tomondagi ovqat hazm qilish a'zolarining barchasi foregutdan hosil bo'ladi. Demak, mana bu yerda kichik ampula mavjud bo'ladi, suyuqlik yig'uvchi. Shu ampulaning nomi ampulla of water, ya'ni water ampulasi deb nomlanadi. Rivojlanishning 4-6 haftasida oshqozon 90 gradusga soat yo'nalishi bo'yicha buriladi. Natijada chap tomonda joylashgan vagal nerv oldinga joylashib, o'ng tomondagi esa orqada joylashib qolishini ko'rishimiz mumkin. Keyingi tuzilmamiz bu midgut. 12 barmoqli ichakli pastki sohasidan boshlanib, ko'ndalang chambar ichakli 3 dan 2 qismigacha bo'lgan a'zolarni hosil qiladi. Rivojlanishning 6-haftasida fiziologik qorin bo'shlig'idan tashqariga chiqish amalga oshadi kindik halqasi orqali. Bu yerda aytib o'tilyapti, shu sariqlik qopchasi bilan midgut bir-biri bilan Whitening duct, ya'ni o'sha anfalomesenteric duct deyiladi. Kindik tutqich yo'li bilan o'zaro bog'langan bo'ladi. Rivojlanishning 10-haftasida o'rta ichak yana qorin bo'shlig'iga qaytib kiradi. Demak, 6-haftada tashqariga chiqyapti. 6-haftada fiziologik reanimation bo'lishini hisobiga tashqariga chiqib, 10-haftada yana orqaga qaytib kirish kerak bo'ladi. Qaytib kirganda demak, yuqori tutqich arteriyasining atrofida rotatsiya qiladi. Umumiy 270 gradusga soat yo'nalishiga qarama-qarshi rotatsiyasi amalga oshadi. Endi oxirgisi hindgut. Ko'ndalang chambar ichak distal 3/1 qismi sohasidan, demak, anal kanalda tismol liniyasini yuqori qismigacha bo'lgan joyda hosil qilyapti. Demak, mana bu yerda tasavvur hosil bo'lishi uchun yana ham osonroq quyidagi kartina keltirilgan. E'tibor beringlar, mana yashil rang bilan berilganlar bular pharyngeal origin, ya'ni halqumdan hosil bo'luvchi tuzilmalar. Ko'k rang bilan berilganlar demak bular oldingi ichak, ya'ni foregutdan hosil bo'luvchi tuzilmalar. Oldingi ichakdan hosil bo'luvchilar. Midgut demak o'rta ichakdan hosil bo'luvchilar.
va hindgat bo'lsa ortki ichakdan hosil bo'luvchi tuzilmalar ranglar bilan berib qo'yilgan. Eslab qolish oson bo'lishi uchun. Demak, bizda mana forgatga e'tibor bersak, mana bu qizilongat sohasidan boshlanib, mana bu yergacha bo'lgan. Endi uni voyaga yetgan yetuk odamdek tasviri mana bu holatga keladi. Ya'ni mana forgatni boshlanishi demak mana shu sohadan boshlanyapti va mana bu yergacha davom etyapti. Mana shu oralig'ida bo'lgan a'zolarning barchasi forgatdan hosil bo'ladi yoki oldingi ichakdan hosil bo'ladi. Demak, bularga kiryapti bizda qizilongach, oshqozon, me'da osti bezi, jigar, o't pufagi kabi tuzilmalar kerak. Bular barchasi forgatdan hosil bo'ladi. Yana keyingisi bizda qon bilan ta'minlashni aytib ketdikki, forgat select rank, ya'ni quyosh poyasidan qon oladi. U aortaning yirik tarmog'i. Midgat sariq rang bilan berilgan tasvirga e'tibor bersalaring, sariq rang bilan. Demak, 12 barmoq ichakning keyingi qismidan boshlanyapti. Mana bu tuzilmalarning barchasi va ko'ndalang chambar ichakida 3 dan 2 qismi sohasigacha, mana shu joygacha bo'lgan tuzilmalarning barchasi demak bizda o'rta ichak yoki midgatdan hosil bo'ladi. O'rta ichak tuzilmalari hisoblanadi. Keyin bizda mana bu sabz rang bilan berilganda mana bu 3 dan 2 qismidan qolgan 3 dan 1 qism va mana ana bu anal kanalning yuqori qismigacha, tismon liniyaning tepasigacha bo'lgan soha ortki ichak yoki hindgatdan hosil bo'lyapti. Demak, shu 3 ta muhim tuzilma oshqozon ichak sistemasining barcha a'zolarini hosil qilishda qatnashadi. Bular forgat, midgat va hindgat. Bu yerda mana haftalar bo'yicha keltirib o'tilgan 6-haftadan boshlandi rivojlanish, 12-hafta va postnatal, ya'ni tug'ilgandan keyingi yetuk holatda qanday ko'rinishi tasvirlab qo'yilgan. Ranglar bilan har bir tuzilmani keltirib o'tilgan. Endi ovqat hazm qilish sistemasining a'zolari, ko'pchilik a'zolar, ya'ni misol uchun oshqozon, 12 barmoqli ichak bular hollow tube deyiladi, ya'ni ichi bo'sh a'zolar hisoblanadi. Mana bunday holatda ichi bo'sh, chunki ovqat moddasining harakati ta'minlanishi kerak. Endi shularda hosil bo'lishi bosqichli amalga oshadi, ya'ni dastavval ichi bo'sh, keyinchalik bu tuzilmalarning ichki qismi modda bilan, ma'lum bir moddalar bilan to'ladi va keyin yana rekanalizatsiya, qayta ochilish boshlanadi. Demak, dastlab ichi bo'sh edi, keyin ichki qismi to'ldi parenxima bilan, keyin yana rekanalizatsiya davrida ichki qismi yemirilib, so'rilish boshlanadi. Rekanalizatsiya jarayoni tugagandan keyin yana hollow tube, ya'ni ichi bo'sh nayga aylanib qoladi. Demak, birinchi bosqichda ichi bo'shlik holatda turibdi, keyin ikkinchi bosqichda rekanalizatsiya, ikkinchi bosqichda parenxima bilan to'lib, uchinchi bosqichga o'tgandan keyin rekanalizatsiyada yana parenxima so'rilib, to'rtinchi bosqichga yetgandan so'ng yana ichki qismi bo'shligidan hosil bo'lyapti. Demak, aynan mana shu jarayon bu yerda keltirib o'tilyapti. Rekanalizatsiya demak tunnel holatiga keltirishdan iborat bo'ladi. Dastlab bo'shliq ochiq holatda bo'ladi. Keyin endodermal proliferatsiyasining hisobiga to'ladi. Shundan so'ng rekanalizatsiya bo'lib, vakuolizatsiyaga uchrab so'rilishni boshlaydi va yana bo'shliq qayta ochiladi. Endi aynan mana shu jarayon normada shunday sodir bo'lishi kerak. Qachonki normadan chetga chiqargan bo'lsa, bu holat stenoz yoki atreziya hosil bo'lishiga olib keladi. Stenoz yuzaga kelishi rekanalizatsiyani qisman buzilishining hisobiga yuzaga keladi. Ya'ni to'liqligicha rekanalizatsiya buzilmaydi, qisman rekanalizatsiyaning buzilishi bilan kechadi. Va natijada bo'shliq torayishiga olib keladi. Atreziyada bo'lsa rekanalizatsiya to'liqligicha amalga oshmay qoladi va to'liqligicha mana bu ichi bo'shliqdan iborat bo'lgan a'zoni berkilishi bilan, ya'ni ochilmasligi bilan kechadi. Bunga misol 12 barmoqli ichak atreziyasi. Down sindromi bilan birgalikda keladi. Rentgendagi eng mashhur tasviri double bubble, ya'ni ikkita sharchali bo'shliqdan iborat bo'lgan tasvir hisoblanadi. Umumiy kartina quyidagicha kechgan. Dastlab demak, ichi bo'shliqdan iborat bo'lgan ichak naychasi yoki o'sha oshqozon naychasi, trubkasi. Keyinchalik u endodermal proliferatsiyasining hisobiga e'tibor bersangiz to'ldi ichki qismi. Rekanalizatsiya davrida vakuolizatsiya bo'lib, mana so'rilib, qayta bo'shliq hosil qilishga harakat qilyapti va yakuniy bosqichda yana qayta bo'shliqqa aylanadi. Aynan shuni demak buzilishi ikkita holat yuzaga keltiradi, stenoz yoki atreziya. Mana endi ko'ramiz. Stenoz holati va atreziyani qanday bo'lishi. Stenozda demak bo'shliqda rekanalizatsiya qisman buzilishning hisobiga ketgani uchun bo'shliqda hajmi kichrayadi, lekin bo'shliq to'liqligicha yo'qolib qolmaydi. Atreziyada esa rekanalizatsiya umuman amalga oshmaydi. Natijada bo'shliq ko'rib turibsizlar, to'liqligicha berkilib qolgan. Endi ovqat hazm qilish sistemasi a'zolari joylashuviga ko'ra o'zini tutquchi, ya'ni o'sha mezenterisini tarkibida joylashadigan bo'lsa, bunday a'zolar demak intraperitoneal, ya'ni o'sha qorin pardaning ichida joylashgan a'zolar hisoblanadi. Qachonki demak o'sha tutquchdan tashqarida yoki qorin pardaga nisbatan tashqarida joylashadigan bo'lsa, bular retroperitoneal a'zolar hisoblanadi. Demak, intraperitoneal a'zolar bular
harakatchan bo'lib, o'zini mezenteri, ya'ni tutqichiga ega. Demak, bular intraperitoneal qorin parda ichida joylashgan a'zolar. Qorin parda ichida joylashgan. Demak, bular harakatchan bo'ladi va o'zini tutqichiga ega bo'ladi. Bularga qaysi a'zolar kiradi? Oshqozon, jigar, ochichak, yonbosh ichak hamda taloq. Bularning barchasi nima bizda intraperitoneal. Endi retroperitoneal a'zolar bular qotirilgan bo'ladi, ya'ni harakatchan bo'lmaydi. Xo'p, bular endi ikkita guruhga bo'linadi. Bular birlamchi retroperitoneal va ikkilamchi retroperitoneal. Birlamchi retroperitoneal a'zolar hosil bo'lgan davrdan boshlab o'zini mezenterisiga ega bo'lmaydi. Ular demak o'sha embrional rivojlanish davridan boshlab insonning hayotining oxirigacha to'liqlicha retroperitoneal holatda qoladi. Shuning uchun aytib o'tilyapti, hech qachon mezenteriga ega emas. Bularga buyraklar, buyrak usti bezlari, siydik pufagi va siydik yo'llari kiradi. Endi ikkilamchi retroperitoneal a'zolar bu, bular o'zini mezenterisiga dastlab ega bo'ladi, keyinchalik rivojlanish davomida o'zini mezenterisini yo'qotadi. Bularga me'da osti bezi, demak yo'g'on ichakda yuqori ko'tariluvchi va tushuvchi qismi 12 barmoq ichakda ikkinchi, to'rtinchi qismi kiryapti. Demak, aynan mana shular ikkilamchi retroperitoneal. Dastlab mezenteriga ega bo'lib, keyinchalik yo'qolgan. Demak, bu yerda aytib o'tilyapti. Retroperitoneal a'zolar bilan deyapti, ikkilamchi retroperitoneal a'zolarda o'rtasida qanday farq bor deb. Biz yuqorida aytib o'tdikki, retroperitoneal a'zolar bular hech qachon mezenteriga ega bo'lmaydi. Ikkilamchi retroperitoneallar esa dastlab mezenteriga ega bo'lib, keyinchalik uni yo'qotishini aytib o'tdik. Demak, bu yerda o'sha narsa aytib o'tilyapti. Retroperitoneal a'zolar rivojlanish davomida tashqarida qoladi, qorin pardaga nisbatan. Ikkilamchi retroperitoneal a'zolar esa peritoneal bo'shlig'ida, ya'ni o'sha qorin parda bo'shlig'ida rivojlanib, lekin keyinchalik peritoneumda ortki qismiga o'tadi. Chunki uni ichak tutqichi qorin bo'shlig'i devoriga yopishib, o'zini mezenterisini yo'qotadi. Demak, mana bu yerda berib qo'yilgan. Sariq rang bilan demak bular intraperitoneal, ya'ni qorin parda ichida joylashgan a'zolar. Qizil rang bilan retroperitoneal a'zolar, pushti rang bilan esa ikkilamchi retroperitoneal a'zolar berib keltirib o'tilgan. Demak, imtihonlar uchun, ya'ni USML imtihoni uchun eng kerakli bo'lishi mumkin bo'lgan joylar quyidagilardan tashkil etilgan. Birinchisi, demak, ichak qismlarini aytib o'tdik: foregut, midgut, hindgut. Ularda demak qaysi tarmoqlardan qon olishini doimo esda saqlash kerak bo'ladi. Keyingisi bu bilious vomiting, ya'ni o'tli qusish. Chaqaloqda demak agar o'tli qusish bo'ladigan bo'lsa, biz o'ylashimiz kerakki, obstruksiya, ya'ni to'silish, ampulla water, ya'ni o'sha umumiy o't yo'li hamda me'da osti bezi yo'li quyiladigan 12 barmoqli ichakning ikkinchi qismidan pastda to'silish bo'lyapti degan xulosaga kelishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'tli qusish bo'lsa. Demak, aytib o'tdik, splanxniy mezodermadan demak barcha avtonom nervlar qo'shimchasiga salam usuli hosil bo'ladi. Endi yuqorida qayd etib o'tilgan barcha xususiyatlar normal oshqozon ichak sistemasining rivojlanishi edi. Endi bizda shu normadan chetga chiqish holatlarini ko'rib chiqamiz. Ya'ni embrional rivojlanish davrida oshqozon ichak sistemasi rivojlanishidagi buzilishlar yoki defektlar qanday holda namoyon bo'ladi? Dastavval oldingi devor defektlari bilan tanishib chiqamiz. Ya'ni o'sha qorin oldingi devoridagi nuqsonlar nimalarga olib kelishi mumkin? Demak, bular rivojlanish davridagi defektlar hisoblanib, oldingi devor ya'ni tananing yuqori tomonidagi bitishmani yopilmasligi, ectopic cordis, ya'ni yurakni tashqarida qolishiga sababchi bo'ladi. Lateral sohada joylashganlar yopilmasligi esa amfalotsel bilan gastroskizisga olib keladi. Kaudal sohaning yopilmasligi esa siydik pufagini tashqarida qolishiga olib keladi. Demak, 3 ta qismidan iborat bo'lar ekan. Rostral bu oldingi, buni yopilmasligi demak yurak tashqarida qolishiga, lateral demak bu qorin sohasi, bu amfalotsel bilan gastroskizisga, kaudal bu chanoq sohasi siydik pufagini tashqarida qolishiga olib keladi. Demak, 3 ta mana shu turni eslab qolish kerak. Biz hozir qorin bo'shlig'i a'zolarini o'rganayotganligimiz uchun bizga lateral devorda yopilmaslik kasalliklari kerak bo'ladi. Bular gastroskizis hamda amfalotsel kasalliklari. Demak, har biriga qisqacha to'xtalib o'tamiz. Gastroskizis bu kindik yoni sohasidan qorin bo'shlig'i a'zolarini demak devor defektli bo'lishi hisobiga chiqishi. Ya'ni o'sha kindik mana bu yerda, mana e'tibor bersangiz, mana bu kindik sohasi bo'lsa, uni yon paraumbilikal chiqyapti. Kindikka yon sohadan chiqib kelyapti va eng asosiy xususiyatlar quyidagilar. Qorin parda bilan o'ralmagan yoki amnion parda bilan o'ralmagan holatda chiqib keladi. Demak, kindikka nisbatan o'ng tomonda joylashadi. Eslab qolamiz. Boshqa xromosomal anomaliyalar bilan birgalikda kelmaydi. Yaxshi prognoz beradi. Ya'ni shu xirurgik
amaliyot bilan qorin bo'shlig'ining ichki qismiga a'zolar joylashtirib, yana o'sha defektli joy tikib qo'yiladigan bo'lsa, demak bu unchalik xavfli holat emas. E'tibor bersanlar, mana bu chaqaloqda gastroskizis yuzaga kelgan. Mana qorin bo'shlig'idagi a'zolarda kindik yon sohasidan chiqib kelishi. Eslab qolish kerak bo'lgan qismi bu hech qanaqa parda bilan o'ralmagan holatda bo'lishi va boshqa xromosomal anomaliya bilan birga kelmaydi. Ikkinchisi amfalotsel. Bu qorin bo'shlig'i a'zolarining kindik halqasidan chiqib kelishi. E'tibor bergan bo'lsangiz, undan oldingi kindik yonidan chiqib keladi. Bu ayni o'sha kindik halqasining o'zidan chiqib keladi. Endi bu kindik halqasidan chiqib kelgan hisobga, demak, qorin parda yoki amnion bilan o'ralgan holatda joylashadi. Kulrang yupqa qopchaga o'ralgan holatda chiqib keladi a'zolar. Demak, o'rtadan chiqib keladi, membrana bilan o'ralgan holatda bo'ladi. Boshqa tug'ma anomaliyalar bilan birgalikda keladi. Ya'ni 13-xromosom trisomiyasi Patau sindromi, 18-xromosom trisomiyasi Edwards sindromi, Beckwith-Whiteman sindromi bilan birgalikda hamda boshqa yurak, siditanosil va nerv trubkasi nuqsonlari bilan birgalikda keladi. Demak, eslab qolish kerak bo'ladi. Amfalotsel mana bunday qopchaga o'ralgan holatda chiqib kelyapti a'zolar va kindik halqasining o'zidan chiqib keladi. Gastroskizisda kindik yonidan chiqib kelaveradi va hech qanday membranaga o'ralmagan holda kelyapti. Mana endi ko'rishingiz mumkin. Demak, amfalotsel holati demak, kindik halqasi orqali chiqib kelyapti va mana bunday membranaga, ya'ni o'sha peritoneum, qorin pardaga o'ralgan holatda chiqib keladi. Membranaga o'ralgan bo'lishiga qaramasdan, bu membrana yorilib ketish ehtimoli mavjud. Keyingisi gastroskizis. Hech qanday membranaga o'ralmaydi. Demak, e'tibor beringlar, mana bu ichak, oshqozoncha a'zolar hech qanday membranasi chiqib kelyapti. Kindikka nisbatan lateral sohadan, ya'ni eng ko'p kindikka nisbatan o'ng tomondan chiqib keladi. Keyingisi bu tug'ma kindik churasi. Tug'ma kindik churasi bu kindik halqasi yopilishining kechikishi hisobiga yuzaga keladi. Biz aytib o'tdikki, 6-10 haftalarda fiziologik ravishda qorin bo'shlig'i a'zolari tashqariga chiqib, yana orqaga qaytib kiradi. Aynan mana shu jarayonda ozgina defektli ketishi hisobiga, demak, kindik halqasi yopilmasligi mumkin. Bu teri bilan qoplangan bo'ladi, ya'ni qorin bo'shlig'i a'zolarini tashqaridan ko'rib bo'lmaydi, teri bilan qoplangan. Ko'pincha o'z-o'zidan qaytadi. Ya'ni qorin bo'shlig'ining ichki qismidagi bosim oshganida chiqib keladi, bosim tushganda qaytadi. Ya'ni chaqaloq yig'lagan payti, demak, bu ko'rinishi ehtimoli oshadi. Boshqa tug'ma nuqsonlar bilan birgalikda keladi, ko'pincha Down sindromi yoki tug'ma gipotirealizm bilan kechadi. Kichkina defekt bo'lganligi uchun o'z-o'zidan tuzalib, yopilib ketadi. Keyingisi traxeya qizilo'ngach anomaliyalari. Keng tarqalgan anomaliyalardan hisoblanadi bular. Rivojlanish davomida biz aytib o'tdikki, foregut, ya'ni oldingi ichak sohasi mavjud dedik. Aynan mana shu ikkita kurtakka ajraladi rivojlanish davomida. Mana bu naycha holatdagi foregut. Mana shunday trubka ko'rinishida tuzilgan bo'lsa, bu ikkita kurtakka ajraladi. Kurtakning oldingi qismidan langbad ko'rinishida, demak, o'pkani tuzilmalari rivojlanib, keyinchalik ular o'pkaga aylanib, nafas olish sistemasi a'zolarini hosil qiladi. Kurtakning ortki qismi bo'lsa, qizilo'ngachga aylanib, u keyin ovqat hazm qilish sistemasi a'zolari uchun xizmat qiladi. Endi e'tibor bersanlar, ikkalasi bitta kurtakdan rivojlanyapti. Endi qachonki shu kurtaklar rivojlanishida qandaydir nuqson kechadigan bo'lsa, mana bu ikkita tarmoq bir-biriga qo'shilib qolishi yoki bittasining yaxshi rivojlanmasligi kabi holatlar yuzaga kelishi mumkin. Demak, qizilo'ngach atreziyasini distal qizilo'ngach traxeya fistulasi bilan uchrashuvchi varianti eng ko'p, ya'ni 85% holatda qayd etiladi. Ko'pincha homila davrida bu poligidraminoz bilan namoyon bo'ladi, chunki homila amnion suyuqligini yuta olmaydi. Tug'ilgandan keyin chaqaloqda og'izdan so'lak oqishi, tiqilishi yoki birinchi ovqatlantirish bilan qusish belgilari namoyon bo'ladi. Demak, nafas yo'lidagi havo oshqozoncha tizimiga o'tayotganligi uchun qorin bo'shlig'i rentgenogrammasida ko'rishimiz mumkinki, oshqozonda havo mavjud ekanligi qayd etiladi. Demak, siyanoz yuzaga kelishi mumkin ikkilamchi laringe spazm hisobiga, chunki nafas yo'llariga mana bu ovqat hazm qilish sistemasidagi sekret o'tib ketishini oldini olish uchun laringe spazm yuzaga keladi. Bu esa bolada siyanoz keltirib chiqaradi. Klinik test amalga oshiriladi. Ya'ni nazogastrik trubka kiritiladigan bo'lsa, oshqozonga qarab u narsa o'tmasligi qayd etiladi. Water hamda bakterial assotsiatsiya bilan birgalikda kelishini ko'rishimiz mumkin. Buni ham yaxshiroq tasavvur qilish uchun mana bu holatda ko'rishimiz mumkin. Qarang, e'tibor beringlar. Mana bu qizilo'ngach.
Oldingi sohada joylashgan tuzilma esa traxeya, ya'ni nafas tizimining a'zosi. Qizilo'ngachning yuqori qismi ko'r holatda tugayapti, ya'ni atreziyaga uchrayapti mana. E'tibor bersanglar, qizilo'ngach yuqori tomon tugadi. Uni endi pastki distal sohasi bo'lsa, traxeyaga ulanib qoladi, qo'shilib qoladi. Eng ko'p uchraydigani shu. Ya'ni qizilo'ngach atreziyasini distal fistula bilan birgalikda kelishi 85% holatda qayd etiladi. Endi aytib o'tdik, buni og'ir oqibatlarini mana bu qizilo'ngachdagi ovqat moddasi aspiratsiya yo'li bilan nafas yo'llariga tushadigan bo'lsa, demak aspiratsiya pnevmoniya keltirib chiqarishi mumkin. Mana bu keyingi turlari. Qizilo'ngachning ikkala qismi ham ko'r holatda tugashi yoki H type, ya'ni H tipida mana bu harf ko'rinishida ulanishi. Chunki e'tibor bersanglar, mana bu harf ko'rinishini eslatadi. Yoki ikkala tomoni ham ulanib qolishi mumkin. Proksimal qismi ham, distal qismi ham ulanishi mumkin. Yoki proksimal qismi ulanib, distal qismi ko'r tugashi mumkin. Demak, biz bular ichidan eng ko'p uchraydiganimizda mana bu qizilo'ngach atreziyasini distal qizilo'ngach fistulasi bilan birgalikda kelishi. Mana e'tibor bersalaring qanday holat yuzaga kelgan bo'ladi. Demak, mana bu traxeya, ya'ni nafas yo'li, ezofageal atreziya bo'lib, qizilo'ngach yuqori qismi demak ko'r holatda tugayapti bizda. Pastki distal sohasi bo'lsa, traxeyaga ulanib qolgan. Natijada oshqozon-ichak sistemasining sekretlari, mahsulotlari demak nafas yo'llariga mana bu yo'l bilan o'tyapti. Ya'ni refleksiya yo'li bilan aspiratsiya bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Demak, pastki sohada joylashgani qizilo'ngach traxeya fistulasi hisoblanadi. Yoki yuqori tomoni ham e'tibor bersanglar, mana bu yo'ldan tushishi mumkin nafas yo'llariga. Chunki ko'r holatda tuganligi uchun mana bu yerda ovqat moddasi yig'ilib, oxiri yana nafas yo'llariga o'tib ketishi qayd etiladi. Keyingi holat bizda gipertrofik pilorik stenoz holati. Ya'ni o'sha oshqozonning pilorik sohasini gipertrofiyaga uchrab ketishi. Eng ko'p asosiy oshqozonning chiqish yo'lini obstruksiyasi sababchisi hisoblanadi chaqaloqlardagi. Demak, chaqaloqlardagi oshqozondan chiqib ketish obstruksiyasining eng ko'p uchraydigan sababi nima deydigan bo'lsa, gipertrofik pilorik stenoz. Palpatsiya qilish mumkin bo'lgan, demak o'sha massaga aylanib qoladi. Epigastral sohani qo'l bilan palpatsiya qilganda bemalol bilinadi chaqaloqda. Chunki u yerda joylashgan muskullar gipertrofiya hamda giperplaziyaga uchrashgan hisobiga sfinkterda joylashgan muskullarda demak qo'l bilan oson sezilishi mumkin yoki peristaltikasini ko'z bilan ko'rsa bo'ladi. Ovqatlangandan keyin o'tsiz kuchli otiluvchi qusish bilan namoyon bo'ladi. O'rtacha 2-6 hafta oralig'ida. Eng ko'p uchraydi birinchi tug'ilgan o'g'il bolalarda. Ya'ni ayol farzandli bo'lyapti va birinchi farzandi va u o'g'il bola bo'ladigan bo'lsa, unda mana shu holat uchrash ehtimoli qiz bola chaqaloqlarga yoki ikkinchi farzandlarga nisbatan yuqoriroq bo'ladi. Demak, makrolit antibiotiklarni iste'mol qilish bilan ham birgalikda keladi. Natijada oshqozon massasi doimiy ravishda qusilish natijasida chiqarib yuborilishi organizmda gipokalemik, gipoxloremik metabolik alkalozga olib keladi. Chunki oshqozon kislotasi ham qusuq massasi bilan birga chiqib ketyapti. Qo'shimcha ravishda oshqozon suyuqligi miqdori ham kamayyapti. Demak, buni ultratovushda aniqlaydigan bo'lsak, aynan u joyda joylashgan sfinkterda qalinlashganligi, uzunlashganligi ko'riladi. Davolash xirurgik aralashuv yo'li bilan pilaromiyotomiya qilinadi. Aynan mana shu joydagi sfinkter muskullari kesib olib tashlanadi. Mana bu yerda tasviri berilgan. Pilori sohaga e'tibor bersalaring, anchagina qalinlashib ketganligi ko'rilyapti. Demak, mana bu yerda umumiy kartina, asosiy risk omillari. Birinchi tug'ilgan o'g'il bolalar eritromitsin makrolit antibiotikni qabul qilish yoki o'sha bottle feeding ovqatlantirish hisoblanadi. Ya'ni o'sha shisha idishcha orqali ovqatlantirish. Endi belgilari: otilib chiquvchi o'tsiz qusish bilan namoyon bo'ladi. Bolani massa yig'ishi qiyin, chunki yegan massasini qusib chiqarib yuboradi. Natijada massa yig'ishi qiyin bo'ladi. Degidratatsiya, ya'ni suvsizlanish, chunki qusuq orqali suyuqlik chiqarib yuborilyapti organizmdan va bolada degidratatsiya belgilari paydo bo'ladi. Va qorin sohasida palpatsiya qilinuvchi massa aniqlanadi. Diagnostik tekshiruvlarda gipoxloremik, gipokalemik metabolik alkaloz holati qayd etiladi. Ultratovushda esa pilorik sohaning muskullari anchagina qalinlashgan va uzunlashganligi ko'riladi. Davolash, demak, suvsizlanishga oldini olish uchun tomir ichi orqali regidratatsiyani amalga oshiramiz. Intravenöz regidratatsiya qo'shimcha ravishda asosiy davolash usuli pilaromiyotomiya yo'li bilan sfinkter muskullari kesib olinadi. Umumiy kartina mana shu holatda keladi. Normada pilori sohani mana bu holatda bo'ladigan bo'lsa, demak, gipertrofik pilori stenozda mana e'tibor bersalaring, pilori soha anchagina qalinlashgan.
va bizda keyingi oshqozon ichak tizimi anomaliyalari bilan ichak atreziyalari hisoblanadi. Ichak atreziyaning asosiy belgisi bilious vomiting, ya'ni o'tli qusish bilan yuqoridagi pilori stenozdan farq qiladi. Qorin bo'shlig'i kengayadi bolani dastlabki 1-2 yashash kuni davridayoq. Buni ikkita eng keng tarqalgan turi bor. 12 barmoqli ichak atreziyasi, och ichak yoki yonbosh ichak atreziyasi. Ikkalasi bir-biridan farq qiladi. E'tibor beringlar. 12 barmoqli ichak atreziyasida rekanalizatsiya jarayonini nuqsonli bo'lishi hisobiga yuzaga keladi. Xo'p, qorin bo'shlig'i rentgenogrammasida ko'rishimiz mumkin. Double bubble, ya'ni ikkita pufak holatda ko'rinadi. Ya'ni oshqozon hamda proksimal 12 barmoqli ichak kengayib ketadi. Down sindrom bilan birgalikda keladi. Ya'ni keyingi holat och ichak yoki yonbosh ichak atreziyasining asosiy yuzaga kelish sababi mezenteri qon tomirlarida nuqsonli bo'lishi. Eslab qolinglar. Bu qon tomir hisobiga yuzaga kelyapti. Yuqoridagi holat esa rekanalizatsiyaning buzilishi hisobiga yuzaga kelyapti. Eng ko'p yuqori tutqich arteriyasini nuqsonli bo'lish. Natijada ishemik nekroz yuzaga keladi homila ichagida va segmental rezorbsiya qayd etiladi. Ya'ni ichak o'zini o'zi so'rilishga uchrab ketishi natijasida, demak, ichak ko'r holatda tugab, bir uchi bek holatda tugaydi. Qorin bo'shlig'i rentgenogrammasida triple bubble, ya'ni kengaygan oshqozon, 12 barmoqli ichak va proksimal och ichak ko'rinishi 3 ta pufakcha hosil bo'lishiga olib keladi. Oshqozon ko'pincha havosiz holda joylashadi. Boshqa holatlar bilan birgalikda keladi. Ko'pincha sistik fibroz yoki gastroskezis bilan birgalikda kelishi mumkin. Yoki onani sigaret chekishi yoki vazokonstriktiv dorilar, misol uchun kokain qabul qilishi ham sabab bo'lishi mumkin homiladorlik davrida. Bu yerda bizda double bubble keltirilgan. Ya'ni mana bu proksimal 12 barmoqli ichak, mana bu esa oshqozon. Ikkalasi kengaygan. Bu 12 barmoqli ichak uchun xos. Mana e'tibor bersalaring, bu keyingisi, ya'ni och ichak yoki yonbosh ichak atreziyasi qanday holatda yuzaga kelgan? Demak, mana bu qon tomir defektli bo'lgan bizda. Natijada mana ichak qismi tugayapti. Mana shu joyda va ko'r tugayotganini ko'rishimiz mumkin. Undan keyingi qismi esa mana bunday holatda davom etyapti. Bu yonbosh ichak sohasi. Bu bizda rentgenogramada triple bubble, ya'ni 3 talik pufakcha ko'rinishda ko'rinadi. Mana bizda double bubble'da yana ko'rinishi aniqroq tasviri. Demak, mana bu 12 barmoqli ichak, mana bu esa oshqozon. E'tibor bersalaring, mana shu narsa double bubble deyiladi. Qachon kuzatiladi? Demak, 12 barmoqli ichak atreziyasi yoki me'da osti bezining halqasimon tuzilmasi degan holat. Aynan mana shuni hozir ko'rib chiqamiz. Demak, 12 me'da osti bezi hamda taloqning embriologiyasi. Me'da osti bezi forgatdan hosil bo'ladi, ya'ni oldingi me'da osti bezi kurtakchasi keyinchalik uncinate process deyiladi, qo'shilishi hisobiga, ortga bilan qo'shilishi hisobiga to'liqligicha me'da osti bezi shakllanadi. Demak, bizda me'da osti bezining shakllanishi ikkita kurtakdan hosil bo'ladi, ya'ni ventral oldingi va dorsal ortga. Mana shu ikkita kurtak bir bilan qo'shilib, demak, to'liqligicha me'da osti bezini hosil qiladi. Endi buni anormal holati mavjud. Ya'ni qachonki oldingi me'da osti bezi orqa me'da osti bezi bilan qo'shilish uchun rotatsiya qilib aylanib o'tish kerak. Aynan shu aylanib o'tish jarayonining buzilishi annular pancreas, ya'ni ventral me'da osti bezini 12 barmoqli ichakda ikkinchi qismini qisib qo'yishiga olib keladi. Natijada ichak bo'shlig'i torayadi, qusish bilan namoyon bo'ladi va ko'pincha Down sindrom bilan birgalikda keladi. Keyingi holat bizda pancreas division, ya'ni bunda ventral va dorsal qismlar 7-hafta davomida bir-biridan qo'shilishi kerak. Aynan shu qo'shilish amalga oshmasa, me'da osti bezi ikki qismga ajrab qoladi, ventral va dorsal. Xo'p, ko'pincha asimptomatik kechadi, lekin keyinchalik surunkali qorin og'rig'i pankreatitni keltirib chiqarishi mumkin. Taloq oshqozon mezenteriyasi tarkibida rivojlanadi, ya'ni dorsal mezogastriumdan rivojlanadi. Shuning uchun u mezodermal kelib chiqishiga ega, eslab qolamiz, endodermal emas. Bizda oshqozon me'da osti bezi bular endodermal, taloq mezodermal. Lekin qon bilan ta'minlanishi aynan quyosh poyasidan tarmoq oladi. Endi mana yuqorida aytib o'tganimizni ko'rib chiqamiz. Demak, mana bu me'da osti bezining oldingi kurtak. Mana bu sariq bilan berilgani bo'lsa, ortki kurtak. Rivojlanishda 7-haftasida, demak, mana bu strelka bilan berib qo'yilgan oldingi kurtak orqaga qarab harakat qilib, ortki kurtak bilan qo'shilib, e'tibor bersalaring, yakuniy holatga kelishi kerak. Ya'ni yakuniy holatda mana bunday holatga keladi. Endi qachonki mana shu oldingi ko'k rang bilan berilgan oldingi boshcha o'tib ketmaydigan bo'lsa, u mana bu 12 barmoqli ichakda qisib qo'yishiga sabab bo'lyapti ikkinchi qismini. Endi mana bunda esa
oldingi va keyingi kurtaklar bir-biridan qo'shilmasdan ikkitadan alohidadan kurtak hosil bo'lyapti. Demak, anulyar pankreasda mana rivojlanish mexanizmi yana keltirib o'tilyapti. Demak, normada aylanib o'tib ortga tomonga mana bilan qo'shilib turib, bir-biri bilan yakdil me'dosi beziga aylanishi kerak. Ya'ni qachonki mana shu aylanish sodir bo'lmasa, mana bu yerda qolib ketadi. 12 barmon ichida ezib qo'yishga olib keladi. Demak, biz dastlabki holatga qaytargan bo'lsak, demak bola tug'ilganida birinchi, ikkinchi kunda o'zini yaxshi his qilgan, lekin keyinchalik qorin bo'shlig'i shishishni boshlagan, unda qusish yuzaga kelgan. Va mana shuni biz uni ota-onasiga diagnoz nima ekanligi va uni qanday davolash mumkinligini tushuntirishimiz kerak edi. Demak, biz bundan xulosa qilishimiz kerakki, eng erta rivojlanish davridagi qorinni kattalashish hamda o'tlik qusish bu ingichka ichak stenozini belgisi. Chunki bilius vomitingda aytib o'tdikki, qachonki 12 barmoq ichagining ikkinchi qismi pastga tushib, ya'ni o'sha umumiy o't yo'li hamda asosiy me'dosi bezi qo'shiladigan yo'ldan pastki qismida stenoz to'g'rash bo'lsa, demak o'tli qusish bo'ladi. Demak, biz tasavvur qilishimiz kerakki, stenoz aynan undan pastda. Shuning uchun o'tli qusish bo'lyapti. Ehtimol, demak, deyapti, och ichakda stenoz bo'lishi mumkin deb aytib o'tyapti. Biz dastavval qorin bo'shlig'i rentgenogrammasini amalga oshiramiz va bunda ko'rinadiki, ichakda halqalari kengaygan ekanligi. Va bolalar xirurgiyasi bo'limiga jo'natishimiz kerak bo'ladi. Hamda ota-onasiga diagnozni tushuntirishimiz va rejani tushuntirishimiz kerak. Ota-onasiga tushuntiryapmiz, demak, ingichka ichakda torayishlar mavjud ekanligi va bu ovqatni o'tishiga to'sqinlik qilayotganligini aytib o'tishimiz kerak bo'ladi. Demak, bu torayishlar asosiy sababi eng erta rivojlanish davridagi hujayralarda so'rilib ketmasligi hisobiga yuzaga keladi. Va siz aytasiz, siz hech narsa qilmagansiz bu narsani amalga oshishida. Ya'ni bu yerda ayb ota-onada emas, ya'ni o'sha rivojlanish davridagi kichik bir defekt hisobiga yuzaga kelgan. Demak, uni tushuntirasiz, bu xirurgik aralashuvni talab qiladi va shu yo'l bilan davolanadi. Demak, xulosa shuki, bolada ingichka ichak stenozi yoki obstruksiyasi, biz aytib o'tdik yuqorida, rekanalizatsiya jarayoni nuqsonli kechishi hisobiga yoki stenoz yoki atreziya yuzaga kelishi mumkin. Demak, bolada stenoz yuzaga kelganligi qayd etib o'tilyapti. Buni endi xirurgik aralashuv bilan to'g'rilanadi. Mana shuni biz bolani ota-onasiga tushuntirishimiz kerak. Bizda demak shubha bo'lgandan keyin dastavval qorin bo'shlig'i obzor rentgenogrammasini amalga oshiramiz. To'lig'icha diagnoz tasdiqlangandan keyin esa bolalar xirurgiga bolani yo'naltirishimiz kerak bo'ladi. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Rahmat.